1402-yil Anqara yaqinidagi jangda Yildirim Boyazid mag'lub bo'lgach, uni Temurning huzuriga olib kelishadi. Boyazid Temurga tikilib shunday deydi: "Meni zanjirla, istasang o'ldir, chunki bugun turk taxti qulagan kun bo'ldi." Temur yosh amirlarga qarab qo'yadi va "Men podshohlarni zanjirlab o'ldirish uchun emas, ularga ibrat berish uchun tutaman" deydi. Boyazid hayron bo'ldi. Chunki u qattiqroq hukm kutgandi. "Ey Temur, agar qismat meni sening qo'lingga topshirgan bo'lsa, demak men yengildim. Lekin bilgilki, men ham bir vaqtlar dunyoning sultoni edim." Temur boshini qimirlatib javob qildi: "Sultonlik Allohning bir kuni sendadir, bir kuni esa mendadir. Zafar qilich bilan emas, taqdir bilan bo'ladi." Shunda Boyazid: "Demak, meni mazax qilmoqchi emassan." Shunda Temur javob berdi: "Mazax past kishining ishi. Sen jangchi eding. Jangda yiqilishni ustingga ayb qilma. Faqat bir aybing bor." Boyazid diqqat bilan qaradi. "Nima ayb?" Shunda Temur: "Sen qo'shning bo'lgan mamlakatlarning ko'nglini olmading. Men esa ko'ngillarni zabt qildim." Boyazid shunday dedi: "Men senga qarshi yurishni istamagan edim. Lekin sening Rum chegaralariga yaqinlashganingdan qo'rqdim." Temur jilmaydi. "Qo'rqma Boyazid, agar sen adolat bilan yurgan bo'lsang, men hech qachon senga qilich ko'tarmagan bo'lardim." "Demak, meni adolatsiz deb bilasanmi?" dedi Boyazid. Temur javob qilarkan: "Men sening saroyingda mazlumlarning dodini eshitdim. Sen jangga shoshilding, davlatning ichini tuzatishni unutding." Boyazid bu so'zlardan jim bo'lib qoldi. Boyazid Temurga so'nggi savolni berdi: "Ey Temur, sen butun dunyoni zabt etishga intilayapsan. Ammo bilgilki, bu dunyo bir ko'pirtirilgan ko'pik kabidir. Tezda tarqaladi." Temur javob qilarkan: "Dunyo ko'pik rost, lekin shuni bilki, ko'pik ustida ham adolatni tiklagan odamning ismi ko'pik yo'q bo'lsa ham yashaydi." Bu so'z Boyazidni larzaga soldi va dediki: "Sen o'zingni adolatli deb bilasanmi?" Temur javob berarkan: "Men zulmni birinchi bo'lib qo'shinim ichidan quvdim. Chunki zulm ichida bo'lsa, tashqida hech narsa zabt etilmaydi. Sen esa o'zingning eng yaqin odamlaring bilan adovatda eding." Suhbat so'ngida Temur unga shunday dedi: "Ey Yildirim, agar Alloh xohlasa, seni o'z o'rningga qaytarardim. Ammo taqdir oldin yozilgan. Sulton yiqilganda unga qo'limni cho'zish mening odatimdir." Boyazid asta dedi: "Men yiqildim Temur, lekin sening oldingda emas, o'z nafsim oldida. Insonning eng katta dushmani ham o'z nafsidir", dedi Temur.